Hammaga salom. Sog'lom Fireboy Dev va bizning video roligimizda sog'lom birgalikda Flash frameworkida Node yaratamiz. Albatta bu video bachelordan xabari bor va albatta frameworklar haqida ozgina ham tushunchasi bor bu odamlar uchun. Va Flash frameworkini endi o'rganayotgan yoki endi o'rganishni boshlagan odamlar uchun ham to'g'ri keladigan video. Albatta har bir bo'ladigan qism va har bir qilinishni albatta endi dasturlashni o'rganayotgan odamlar uchun ham tushunarliroq qilib o'rgatishga albatta ko'rsatib davom etsangiz bo'ladi. Hop, endi biz boshlashimizdan oldin biz yangi proyektimizni qayerga joylashimiz muhim. Albatta biz yangi proyektimiz uchun yangi papka ochishimiz kerak. Misol uchun men yana bitta papka yaratyapman. Bizda papku endi proyektimizning papkasi proyektimizga proyektimizni Sublime Text ochib olamiz. Albatta sizlarga ham tavsiya qilaman Sublime Text ishlatishni va yaxshigina anjom tool bo'lsak bo'ladi. Sublime Text bu papkani shu joyda ochib qo'yamiz va mana proyektimizni yozishni boshlashimiz ham mumkin. Albatta bizga birinchi navbatda proyektimiz Python dasturida yozish innovatsion holda va Flash ham Python framework hisobga olgan holda bu yerda bitta apply ya'ni application file va bu Python file va bu yerda biz o'zimiz kodimizni Python kodini yozamiz. Websitening logikasini. Va bizga albatta bir yana fayllar yo'q, fayllar emas. Papkalar kerak bo'ladi. Misol uchun template static nomli papka kerak bo'ladi. Buni new folder static deb ataymiz. Bizga Python boshqa fayl kerak. Albatta biz bu yerda kod yozishdan oldin mana bu joyda proyektimizning papkasini turibdi. Endi mana shu proyektimiz turgan papkaga biz virtual muhit yaratib kerak, ya'ni VM. Bu VM nima uchun kerak? VM'ning kerakligi bu biz har bir yangi proyekt yaratganimizda uchun kerakli paketlarni o'rnatishimiz kerak. Misol uchun hozir Flash, ya'ni Flash login bor, Flash alchemy degan paketlar bor. Ular har vaqti bilan yangilanib turadi. Misol uchun 2.0 bo'lsa ertaga 2.1 versiyasi chiqishi mumkin. Va albatta siz qachondir eski proyektingiz masalan Flashning 1.7 yo 1.8 versiyasi yozilgan bo'lsa va siz to'g'ridan to'g'ri kompyuteringiz o'ziga yana Flashni o'rnatib qo'ysangiz eski proyektingiz ishlamay qoladi. Shuning uchun har bir proyekt uchun alohida virtual muhit yaratib olinadi. Albatta virtual muhit yaratib olish uchun albatta mana ishlatsak bo'ladi. Albatta CMD ochib olamiz. CMD ochish shunchaki CMDni terminaldan teraman. CMD deb turib kirasiz va mana shu papka turgan joyga, ya'ni papka turgan
joyning yo'lida hozir bu yerda sendek qoldi mana shunday birinchi users mana info va document backend mana shunday //// hozir mana shu URL bar hisobida va bu joyda biz birinchi navbatda faylimiz uchun nima borligini ko'ra olamiz. Bunga div nomli komanda div yozsak mana div project turibdi. Yo'q. Project ichiga kirib turib ichidan endi mana shu joydan turib kirsak ham bo'ladi, bu shart emas. Mana shu ichidagi mana shu project nomli direktoriyaga kirish uchun papkaga cd degan komanda bor. Albatta uni ko'rsangizlar kerak. Bu change directory degani. Ya'ni papkani o'zgartirish. Bu project birinchiga kirdi. YouTube edi, plus YouTube bo'lib turganda /project 1 endi biz buni kirdik. Va bu yerda enter qilsak, mana apply bu file tipida bu yerda hech narsa yo'q. Bular static templates papka. Biz bu yerga virtual muhitni o'rnatib olish uchun bitta mana bunday komanda yozishimiz kerak. Python tizikcha n bu yerda nima deyshingiz umuman farqi yo'q, lekin istaganlarni nom qo'ying. Hozir virtual muhit yaratilyapti. Shu virtual muhit yaratilgunga qadar biz mana paketdan paydo Sublime Text'da yana kerakli fayllarni tayyorlab olishimiz mumkin. The static templates for va yana apply. Kerakli fayllar hammasi shu yerda. Albatta bularni bir o'zining nimasi bor, template shakli, ya'ni nasıl bo'ladi, shablon degan bo'ladi. Shablon faqat qanday qilish lozim? Static template o'zi alohida bir papkada, keyin bu yerda test degan papka bo'lishi kerak. Bu yerda test qilish uchun har xil fayllar ana shunday to'liq proyektni ko'rinishi ana shunday bo'ladi. Uni proyekt tugallangach oxirida qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yaratibman. Yarasqamiz va papkasini ham ko'rsataman. Ichida yana o'zining fayllari va biz Venusni aktivlashtirishimiz kerak. Hozircha aktivlash shunchaki biz uni ichiga kirib aktivlashtirish uchun qanday komanda yozishimiz kerak? Bunday backslash and o'chiradigan tugmani pastda turadigan backslash. O'shandan keyin van ichidagi scripts yana backslash activate degan komandani yozib enter bossak negadir topmadim deyapti. Gonna find the path that's different. Skip pull and I'm doing rip mana van endi mavzuda paydo bo'lgan qovuslardan bu men aktivlashtiriladi.
baribir farqi yo'q ekan. Mana shunday qo'yadi. Hop. Shunday tursin. Endi biz buni aktivlashtirganimizdan keyin biz bu ichiga package, ya'ni paketlarni yuklab olishimiz kerak. Hop, bizda birinchi navbatda pep degan komanda bor va pep install deb turib pep install classni install va mana bunday kerak. Bu no cache there time out shart emas. Menda class cachelangan fayllardan ololmay qolgani uchun bunday kod yozishim va enter bosaman. Sizga bunday kodlarni yozish kerak bo'lmaydi. Buni yozishimiz bilan tashlab ketsangiz bo'ladi. Shunchaki pep install class o'rnatishni boshladi. Endi biz pep qilib o'rnatgan hamma narsamizni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bizda pep freeze komandasi bor. Pep freeze komandasi mana o'rnatgan paketlar, flanger, playground, class, qolganlar mana shu classning xonalarida. Endi biz yana pep install qilamiz. Pep install class SQL. Bu SQL bilan aloqa qilishda kerak bo'ladigan kutubxona, class kutubxonasi. Biz yaratgan baza modellarini SQL formatiga o'tkazib, bazaga saqlash uchun kerak bo'ladigan paket. Va enter SQL uстановka qilyapti. Successfully installed dedi. Va bizda yana bir narsa qoldi. Bu ya'ni pep install class login metod. Bu classda avtorizatsiyani tuzish uchun kutubxonada classni o'zining kutubxonasi bor, class login degan. Mana shu kutubxona orqali biz avtorizatsiyani qanaqadir osonroq o'zining funksiyalari bo'ladi, funksiyalardan foydalanib tuzib olishimiz uchun yordam beradi. Buni install qilamiz. Ya'ni o'rnatamiz. Class login va bizda deyarli barcha paketlar bor. Pep freeze hamma class login, class SQL alchemy hammasi bor. Va biz bu paketlar listi mana bu paketni nomi va bu versiyasi mana ikkita teng bo'lib shu versiyasi bilan birga chiqdi va buni biz biror faylda saqlab qo'ydik. Buning uchun pep freeze komandasiga mana strelka qo'yib fayl nomini requirements data.xp bersak, bunday fayl yo'q bo'lsa o'zi yaratadi, agar bor bo'lsa ichiga saqlab qo'yadi. Enter. Mana hisoblangan requirements data mana
mana shu yerdagi hamma narsa o'sha mana bu yerga saqlanadi. Bu qachon kerak bo'ladi? Misol uchun siz buyoqqa hamma narsa o'rnatib tashladingiz и u proyektni boshqa bir odamga tashlasangiz, sizdagi men u odamga ishlamaydi. Chunki men sizning kompyuteringizdagi fayllar bilan yaratilgan, u odamning kompyuteridagi fayllarga to'g'ri kelmay ishlamay qoladi va ichidagi hamma paketlar yo'q bo'lib qolgan bo'ladi. Va ular shunchaki men buni yo'q qilib boshqasini yaratishadi va pip install va ichidagi hammasini o'rnatishadi. Requirements va bizda deyarli bitta desak ham bo'ladi. Ya'ni pip install ishlari va command promptni yopamiz va sekinlik bilan Sublime bilan ishni boshlaymiz. Hop, biz birinchi qiladigan ish classni olib kelib olish. Ya'ni import qilish. From class import class bilan class va class import qilgach biz app yaratishimiz kerak. Misol uchun import qilgan classimizni appga yozishimiz. App yo'nalishida class bitta qolsa pastga bitta pastga name bizga class application yaratishga yordam beradi. Hop, endi biz saytimiz ishlashi uchun biz app faylni run qilamiz. Va bu run qilganimizda mana command promptda mana shu joyda run qilamiz. Python app.py desak mana shu hozir hech narsa chiqmaydi, chunki bu yerda run qilish uchun hech narsa qo'ymadim. U nima konsolda chiqmaydi, boshqa qilmaydi, shunchaki mana shu o'qiydi, bo'ldi, tamom. Hech qayerda chiqarishga hali buyruqimiz. Buning uchun biz self-constructda if main ko'rsak o'zi hop biz root yaratishni boshlasak ham bo'ladi. Bu joyda birinchi rootimiz app.root slash ya'ni homepage. Bu homepageda funksiyadan deb home degan funksiya nimadan keladi? Tools and template root HTML. HTML hozircha bizda yo'q. Buni men template papkasida yaratib olishim kerak. Yaratildi va bu HTMLda shunchaki HTML testingda va bu joyda render template funksiyasi bizga index.htmlni homepage slash deb boshlanadigan pejga render qiladi, ya'ni chiqarib beradi. Bu index.htmlni bu albatta o'zi template degan papka o'zida oladi. Bitta bu yerda yozilgan qanaqadir fayl index.html yoki boshqa htmllar albatta bitta template nomli papka yozilishi. Bo'lmasa bu qayerdan olishini bilmaydi. O'zi основной template degan papkadan oladi. Olish kerak. Hop, biz index.htmlni yozib oldik va boshqa rootlarga shoshilmayman. Shunchaki shu saytimiz ko'ngildagidek ishlayaptimi yo'qmi? Shuning uchun saytimizni run qilib Python app.py. Mana serving class app debug mode on deb mana bizga mana bunday ссылка berdi.
ссылкani копировать qilib olamiz. Ссылкani копировать qilamiz и brauzerga olib kelib, daydi bu localhostga kirsak, mana test home shunchaki slashdan keyin nimadir home deganda yashada chiqmaydi. O'ta slashdan keyin home deganda ham shunchaki mana yana bitta narsa yo'q, kesishga to'g'ri keladi. Dekorator slash home bo'lsa ham home bo'lsa yoki slash bo'lsa ham index html agar chiqarib berdi. Yopamiz yo browserni ochib turib yangilasak home degani home va slash home va sayt ochgandan ishlayotgan ekan. Bu joyda Python app Scapy o'tirmasdan shunchaki class run desangizlar mana shu papkangiz ichida app fayli o'zi run qilib beradi. Bu yerda negadir debug mode off qanaqadir home yoki debug yo'q. Xo'p, biz endi bu joyda birinchi routimizni yozib oldik. Va bizga yana bir nechta routlar kerak. Va albatta biz aynan qanaqa websayt yasayotganimiz ham kerak bizga. Bizga shunchaki websayt bo'lsa bo'ldimi. Bizda websaytimizga shunchaki node ko'rsatadigan websayt shunchaki shunday websaytga kirib turib, shunda tugma bo'lsa, create node qilib, messagelarni yozib beradigan sayt bo'ladi. Bu saytni websayt ham bor va bizga birinchi navbatda va biz joyda baza uchun from class SQL and import SQL Gemini o'rnatib olishimiz kerak. Chaqirib import qilib olishimiz kerak va undan so'ng biz template yana bir fayl yaratib olamiz. Uning nomini misol uchun create node format kerak. Formatni mana bu. Uchun node title. Uchun import text menga title. Import type you input уже text message node title mavzusidan keyin уже content uchun tekstlarga yozadigan bo'ladi. Bunga name kerak albatta. Chunki bizga name backendda mana shu formalarga ma'lumotlarni tutib olish uchun kerak. Bu yozib bittadan label qo'yamiz. Title label content yaratamiz. Bu forma
e'tiborga tushiramiz. Biz uchun endi node yaratish uchun funksiya. Albatta u node qayergadir saqlanishi bizga birinchi navbatda baza. Albatta biz rootlardan oldin baza yaratishimiz kerak, ya'ni DB database. Buning uchun biz birinchi navbatda mana SQL Alchemy import qilib olganimizni mavzuda DB degan yozishni ilab qo'yishimiz biz bu joyda aynan Excel'da modellarni ham, ya'ni databaza modellarini ham mana joyda yozib ketsak bo'ladi. Albatta ularni yozishdan oldin biz databazamizni appga ulamiz. App.config turib SQL Alchemy database URI deb turib bazamiz joyini berishimiz kerak. SQLite yerda / va databazamiz nomini uchun bitta table for the border db db kerak. Mana shunday qilib app'imizga konfiguratsiyasini mana shu SQLite qilib beryapmiz. Databaza URI yana SQL Alchemy va pastroqda mana shu app'imizga yana bir konfiguratsiya qilsak bo'ladi. Bu maxfiy kalitimiz albatta biz hozir unchalik shart emas. Hozir bu qator kod albatta yozib qo'ygan yaxshi. Bu qachonki siz bazaga qanaqadir rasm yoki fayl yoki qanaqadir shifrlash kerak bo'lgan narsa yuklamoqchi bo'lsangiz, albatta app uchun alohida secret key, secret kalit. Albatta bu kalitdan hech kim foydalanmaydi. Shunchaki boshqa shunchaki random string secret shunday gaplar va dbdan so'ng biz databaza modellarimiz class ko'rishdi. Class biz birinchi navbatda node nomli klass kerak. Class node desak bo'ladi. Bu node degan klassni db.model dan meros qiladi. Ya'ni mana bu db SQL Alchemy'ga teng. SQL Alchemy ichidagi model degan funksiya klassidan. Bu joyda birinchi navbatda biz bu node degan table uchun database hammasini table shaklida saqlanadi, ya'ni jadval bunday bunaqasiga va bunaqasiga qator va ustun shaklda. Va biz birinchi navbatda bu table'ga nom berishimiz kerak. Agar nom bermasak, shunchaki class nomini default ko'rinishda olib keladi. Shunchaki node bo'lib turadi. Katta harf bilan va agar biz berib ketsak, bu yerda table ikkita pastasida table name deb turib nomini beramiz. Agar buni bermasak, avtomatik node bo'lib turadi. Katalogdagi table nom. Undan keyin har bir nodening qanaqa xususiyatlari bor ekan ketishimiz kerak. Albatta har bir node uchun bizda ID bo'lishi kerak. Har bir o'zi fazli har bir ma'lumotning o'zining ID'siga bo'lishi kerak. ID'miz db.column. Ustun ma'nosida. Column bunaqasiga ustun
row bo'lsa, bunaqasiga bir qator nomi bilan bir qator tek bo'ladi. dbdagi column id uchun db column yaratyapmiz va bu db column qanday tipda? db nuqta integer int ya'ni raqam. Hop. Va bizda primary key degan narsa bor. Bu qachonki bazada yangi ma'lumot qo'shsangiz, bu har bir qo'shgan ma'lumotingiz idsi u ma'lumot uchun asosiy narsa bo'lib turadi va bu primary key o'zida auto increment degan funksiyani o'ziga oladi. Bu auto increment nima? Siz bazangizda ma'lumotlar bor va bazangizga ketma-ket ma'lumot qo'shaversangiz, idni o'zi avtomatik bittaga oshiradi. Misol uchun bitta ma'lumot qo'shsangiz birinchi idda, yana bitta ma'lumot qo'shsangiz ikkinchi idda, yana bitta ma'lumot qo'shsangiz 3, 4, 5 bo'lib mana shunday bittaga oshib ketadi. Va iddan so'ng bizga kerak yana column ya'ni title. No'xta title bo'lsin. Ham db column da string ko'rinishda bo'ladi. Title va string ichiga qancha belgigacha bo'lishi mumkinligini hozir 255 va bu joyda nullable false bu bo'sh bo'lishi mumkin emas, ya'ni nullable null bo'lishi mumkin emas. Ya'ni mana shu tablening title degan columnini bo'sh qolishi mumkin emas. Atak buni yozmasak ham o'zi nullable false turadi. Hozircha yozmayman. Va keyin bizda nodening contenti bor. Node content db bunga biz text deb beramiz. Bu content cheklanmaydi, xohlagancha bo'lishi mumkin. Albatta, delimiter text ham cheklanmagan string ko'rinish. Hop, bizga yana boshqa columnlar kerak va biz bu klassga wrapper qo'shib ketamiz. Wrapper qachonki shu klassdan obyekt yaratilganda, u obyektni shunchaki print qilib chiqarmoqchi bo'lsangiz, obyektning diskda yoki kompyuterda saqlangan id'si yoki seriya raqamlarida object qanaqadir sonlar. Ana shulardan chiqarmasdan toza mana shu nima qanday obyektligini, nomini yoki id'sini chiqaradigan qilib wrapper self.title birinchi id'si chiqarilgan keyin title degan node. Nodedan keyin biz yana bitta model kerak. Albatta biz class login ham ko'ramiz. Albatta shuning uchun bizda class user degan class ham bor. Bu user classimiz nodes bilan bog'lanishi kerak. Relationship va foreign people. Hozir userning ham ID bo'ladi. User uchun username nomi, full name yoki username desak ham bo'ladi. db.column string hop
va email. Tabi user ko'rsatib o'tganda emailni ham saqlab string va har bir user uchun albatta tag bo'lmoqi kerak. Parol column bo'lib ichiga hech nima bermaydi. Bu degani chegarasi yo'q. Chegara beramiz. Bunda misol uchun 150 155 deb chegarasini berib, bunda beramiz. Chunki keyinroq tushuntiraman hozir. O'sha userni userni login qilishda kerak bo'ladigan narsa uchun hozircha bunga hech nima kelmaydi. Hop, bunda wrapper masterga mob albatta id bilan. Hop, bizning klasslarimiz deyarli tayyor desak ham albatta foreign key qo'yish kerak. Har bir userning o'zi qoldirgan notini bir-biriga ulash kerak. User qoldirgan notlar har bir not o'zining user id'siga ega bo'lishi kerak. User id degan column bo'lishi kerak. Column user modelning id ga bog'langan foreign key o'sha bir tablening qaysi column ustiga bog'lanadi, ya'ni id degan bu integer shaklda bo'ladi. Albatta bu table'ni user table bo'lagandan keyin albatta user table'ga ham bu table ulanganini bildirib qo'yish uchun burada notes deb ko'rsatamiz va bunga hech qanaqa db column kerak. Bunga db nuqta relationship relationship nima degani? Bu sanga mana bunday column foreign key bo'ldi, sen shu bilan relationship, ya'ni o'zbekcha tarjimasi qarindoshchilik qil degan ma'noda relationship class nom beradi. Bir class nom kerak. Bu yerda mana bu yerdagi table name'lar kerak emas. Bu yerda class nomi kerak va note key backup kerak. Ya'ni qayerga relationship qilsin. Userning o'ziga, ya'ni backup user va shu bilan table'imiz deyarli tayyor shaklda. Biz bu table'larni bazaga qo'shib olishimiz uchun command promptda bir qator komandlar yozishimizga to'g'ri keladi. Albatta birinchi komanda bu flask shell. Bizga flaskning o'zining shell nomi beradi. Va bu joyda xato user is defined. User yo'q bizda. Hop. Before user dot model. User dot id man. User id. Okay. Foreign key user dot id. Ya. Mas atau yoki bu string mana bu joyda foreign key ko'ngilda foreign key ichidagi tag bilan sifatidagi nima string qo'shilgan
bizga mana class ishlamasi berdi va biz joyda bazamizni yaratish uchun modellarni import qilib olishimiz kerak. Ya'ni from app import db node in user bilan node model va db bu hozir bazaga bu classlarni modellarni import bo'ldi. Endi biz db create all ikinchi albatta shu class modellarini bazada yaratdi table db.create oldik, hammasini yaratdik va enterni bossak, bu joyda xato bizda init app yo'q. Init app. Albatta biz mana bu joyda init app degan yozishni bo'lmaklari. Ichiga app yozish kerak. Bu db ni appga init qilib, ya'ni birlashtiradi. db ga appni tanishtiradi. db.init appsiz ham ishlash kerak, lekin mana bu appni yozsak yo'qsiz mayli kirish kerak shekilli from app import chunki hozir app ichida ko'p narsa bo'lgan uchun hammasini import qilib yuborsa user foreign key to app bernama hop mayli bu joyda username user ID'siga bog'lab user ID'ga bog'lash kerak. Users nega bo'lyapti bu xato? Hop nega bo'lyapti? Hop node relationship connect foreign key connect this is nokta id ga user вот это voila dermidi mana bajarildi. Hamma narsa create bo'ldi va buni tekshirish uchun biz TV browser eklamiz. SQLite uchun programma kodda mana shu users id degan ishadi. Nimagaki bu joyda table name bermasak o'sha class name'ga murojaat qilsak bo'ladi. Lekin bizda table name bo'lmaydi. Table name hop bitta
setting that open database işte o'zi instance degan papka yozamiz, o'sida node degan bazamiz bor, o'sida nodes va user id, title, content, user id shunday ma'lumot ko'rsam bo'ladi, lekin juda hozircha ma'lumot yo'q. Yo'q. Userda ham yo'q. Hop, buni yopib turamiz. Biz bazamizga aytildi va kontrollar qilamiz. Hisoblarni qaytamiz. Bu joyda bazalik ishimiz bitti desak ham bo'ladi va biz bu joyda yana bir row qo'shamiz. Row va create row. Va def bunga albatta nima kelishi kerak? Node htmldan formga action'ni jinja orqali bitta project orqali yozamiz. URL form to create node degan funksiya. Bu yerga funksiyaning nomini yozamiz. URL form degan shu URLga create node degan URLga action bo'ladi. Undan keyin method biz bu joyda full root qabul qiladigan metodlarni va get post request, get request bor. Bu post request qachonki biz formani to'ldirib bo'lib, formani to'ldirib qo'yib, qachonki submit button bosganda o'zimiz button bosmasmiz. Button submit button bosganda action kerak bo'lsa shunga post request post shu rootga post request kelib mana shu ishlab keladi. Agar get request bo'lsa bu URLlarda yozib olish kerak. Slash create node get request. Enter bosing get request degan hozir serverimiz qo'shib kelganligi uchun shu narsa. Biz birinchi navbatda bu joyda hop va bu joyda postga nimadir qilish kerak, ya'ni rekursiyaga formadagi ma'lumotlarni olib qo'yish kerak. Title request form get degan funksiya bor. Funksiyaga ichiga boyagi formamdagi name yozsak, mana shu ism name orqali topib borib shu inputlardagi ma'lumotlarni o'ziga oladi. Title deb yozamiz.
ve sonuç. Bir tetik düşme var. Bu an bazen geçiyorsun. If not title. Copy or not content olsa hemen fazlaca biz flash messages koşmak zorundayız. Koşacak zorunda değil. Ben de koşacağım. Ben de flash ne yok. Input message flash. Maju joy'dan mana flash bo'ladi, ya'ni message chiqadi. Tepada flash nima? Rebel. Bundan sonra return review correct bunlar redirect yani yönlendiriş ve kayır yönlendiriyor. Focus funksiyonu boşluğa o'zigani yönlendiriyor. Agar title ise hech nima bo'lmasa shunchaki false bo'lsa, false bo'lsa no ya'ni false nimadir bor bo'lmasa title ise title ichida nimadir bo'lsa true problem bo'lsa ham уже true hech nima bo'lmasa false agar title bo'lmasa ya'ni false bo'lsa mana shunda qaytadi bittasi boshqa agar bunday bo'lmasa Jodan title content oh that's it burada bunu bağlayabilirsin evet bu funksiyonu Memang bagian keyin jadi flash flash bagian ini ve agar bizning requestimiz post va shunday get bo'lsa boshqa so'rov bo'lsa biz shunchaki return template create no.html shunchaki mana shu url slash get no shunchaki url yozsam sizdan nima endi bo'lsa option hop bu funksiyamiz hozircha bu Python'ning birinchi qismi bu joylar modellar yaratdik albatta looplar yaratdik albatta bu looplarni ishlatib sayt uchun
yangi narsalar qo'shib davom ettirsak ham bo'ladi albatta keyingi qismda.